bugun biiznillah haramda qolmoqchiman inshaalloh biiznillah. Allohim ibodatlarimni qabul qilsin. Allohim yo Rabbim mana shundoq kabatulloh bilan shotda shundoq yaqin yo Rabbim farzand talabida so'raganlarni hammasiga farzand bergin. Qalblarida nima niyatlari bo'lsa niyatlariga erishtirgin. Kasallar yozishyapti, Allohim shifo bergin. Insof so'rab yozishyapti, insof bergin. Ota-onalar o'tgan bo'lsa, yaqinlari o'tgan bo'lsa, joylarini jannatdan qilgin. Menga yozib nimaniki niyat qilishayotgan bo'lsa, sen o'zing ko'rib turibsan, mendan oldin ko'rib bilib turibsan yo Rabbim. Yo Rabbim deb qo'lini ochishibdi. Hammaligini duoligini ijobat qilgin yo Rabbim. Men shunchaki seni xolis bandangman. Shunchaki seni yoningga kelish uchun nima derdim? Havas ila mendan so'rashyapti. Hammaligini niyatlarini ijobat qiling yo Rabbim, yo Rabbim, yo Rabbim, yo Rabbim. Robbina atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohim. Qolganlarning omonatini 1-2 kunda qo'yaman.